Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana atirgullarimiz rosa ochilishga keldi. Mana hammasi angliycha sortlardan ulaganmiz. Hammasini qatorni sortiga qilib ulaganmiz. Mana har bitta qatori alohida. Sarig'i alohida, oq alohida, o'n tarafda qizil alohida. Mana mana shu yerda 1 gektarda joyda atirgullarimiz. Mana angliycha eng zo'rlardan ulaganmiz. Mana rosa ochilib chiroyli bo'ldi. Mana bugun 15-may holatiga eng mini sortlarimiz. Mana juda chiroyli. Bu ko'chatlardan mana ko'paytirib qo'yganmiz. Shu ko'chatlarni bahorda sotamiz. Pastiga nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqarasizlar. Cheklanmagan miqdorda yetkazib beramiz.